ingliz tilidagi another bilan hozirda nima farqi bor, keyin o'shani ko'rib chiqamiz. Xo'p, another yana bir deb, yana bitta deb tarjima qilinadi. Other esa boshqa deb tarjima qilinadi. Xo'p, anotherni birlikka ishlatamiz, otherni esa odatda ko'plikka ishlatamiz. Xo'p, misol ko'rsak yaxshi tushunib olishimiz uchun do you have another question desam, senda yana bitta savol bormi degan bo'laman. Bunda gapni ma'nosi urg'usi nima bo'ladi? Yana bitta savol bormi deyapman. Endi other bilan bersam, do you have other question desam yoki do you have any other question desam, senda yana boshqa savollar bormi deyotgan bo'laman. Ya'ni senda boshqa savollar bormi deganim, hali men bu narsa haqida savol so'ramaganman, lekin o'shani another bilan desam, senda yana bitta savol bormi desam, undan oldin savol so'ragan bo'lib chiqaman, to'g'rimi? Demak, yana bir takrorlab olsak, another yana bitta deb tarjima qilinadi, other bo'lsa boshqa deb tarjima qilinadi.